O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 5-martdagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy Kengashning korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan Milliy Kengashdagi ma'ruzasida berilgan vazifa va topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida Asakabank tomonidan amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 19-20 mart kunlari Asakabankning Namangan bank xizmatlari markazida Bosh ofis Compliance nazorat departamenti, Namangan shahar prokuraturasi va viloyat markaziy bank mas'ul xodimlari ishtirokida bank xizmatlari markazi xodimlari uchun Asakabankda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash, toza biznes va ishonchli moliyaviy muhit yo'lida mavzusida o'quv seminar tashkil etildi. Seminar davomida Asakabank faoliyatida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish va xodimlar mas'uliyatini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, bank xodimlariga korrupsiyaga qarshi kurashishda qo'llaniladigan huquqiy asoslar va ularning amaliy tatbiqi yuzasidan ma'lumotlar berildi. Ushbu o'quv seminar treningida biz korrupsion holatlarga qarshi kurashish bo'yicha o'zimizga kerakli bo'lgan tavsiyalarni, maslahatlarni oldik va bular bizni albatta kelgusidagi ish faoliyatimizda o'z samarasini beradi va biz o'zimizga bugungi bo'lib o'tgan o'quv seminaridan katta xulosa chiqardik. Barcha bank xodimlari uchun bugungi o'quv seminari juda ham samarali va manfaatli bo'ldi deb hisoblaymiz. Bundan tashqari Namangan viloyatidagi mahalla bankirlari faoliyati joyiga chiqib o'rganildi. Ularga korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha tegishli tushuntirishlar berildi. Shuningdek, Asakabank tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashishga oid hujjatlar jamlanmasidan iborat qo'llanmalar taqdim etildi. Bugungi seminar treningda bank xodimlari tomonidan faoliyatimiz davomida duch kelishimiz mumkin bo'lgan korrupsion holatlar, ularni oldini olish, ularning oqibatlari haqida bizga ma'lumotlar berishdi. Bizga qo'llanmalar ham tarqatildi. O'ylaymanki, ushbu seminar trening barcha mahalla bankirlariga faoliyat davomida dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi. Asakabank tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu chora-tadbirlar bankda toza biznes muhitini shakllantirish, mijozlar ishonchini mustahkamlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Bank rahbariyatining topshirig'i bilan Namangan bank xizmatlari markazi va Namangan viloyatida faoliyat ko'rsatgan mahalla bankirlariga korrupsiyaga qarshi kurashish, uni oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Ushbu o'quv seminarlariga Namangan viloyat markaziy banki va Namangan viloyat prokuraturasidan mas'ul shaxslar jalb qilinib, bank faoliyatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan korrupsion risklarni kamaytirish va ularni oldini olish bo'yicha mutaxassislar tomonidan bank xodimlariga tegishli tavsiyalar berildi. Shu bilan birga mahalla bankirlariga Asakabank aksiyadorlik jamiyatida faoliyat ko'rsatayotganda korrupsion holatlarga duch kelishi, ularni oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Seminarlarimiz yakunida bank xodimlari va mahalla bankirlari o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'yicha mas'ul mutaxassislardan tegishli tushuntirishlar olishdi.